toza asalni qanaqa qilib tekshirib olishlikni men sizga video davomida ko'rsatib o'taman. Qo'shni davlat Qirg'iziston Respublikasida yetishtirilgan toza asallarimiz keldi. Bizda doim Qirg'izistonda yetishtirilgan asallarni biz doim sotib kelganmiz. Doim mijozlarimiz bilishadi. Bilmaganlar uchun mana sizlarga yana ma'lumot tariqasida video qo'yapman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, toza asalni qanaqa qilib tekshirib olishlikni men sizga video davomida ko'rsatib o'taman. 4 ta usul bilan tekshirib olsangiz bo'ladi. Birinchi usul mana shu asalni olasiz, ustiga urgan paytingizda atrofga sachrab ketmaydi asal. Ikkinchi usul esa shu asalni olasizda qoshiqdog'igacha solib va tepaga ko'tarasiz. Umuman uzilmaydi agar toza asal bo'lsa. Toza asal bo'lmasagina uzilib asal tushishi kerak. Toza asal emas, bu shakardan tayyorlanadi asal. Bunisi haqiqiy asal. Uchinchi usul mana shunaqa salfetka olasiz. Salfetka olasizda mana shu salfetkani ustiga asal solasiz. Ko'rib turibsizki, salfetkamizni ustida xuddi yomg'ir yoqqanda balki ustida tomchi bo'ladi, xuddi shunga o'xshab tomchi bo'ladi. Agar toza asal bo'lmasa, bilasizmi nima bo'ladi? Xuddi mana suvga o'xshab ozgina quysa, namlanib qoladi salfetkamiz. Toza asalda esa unaqa holat yuz bermaydi. 4-usul mana shunaqa idish olasiz va idishimizga ozgina asaldan solamiz. Mana ko'rdingiz, asalimizdan soldik. Va buni bu idishga suv quyamiz. Qarab turing, hech narsa hali ro'y bergani yo'q va suvimizni o'ngga chapga aylantiramiz. Mana toza asalimiz, agar haqiqiy toza asal bo'lsa, mana e'tibor bilan qarang, xuddi asalimiz asallarini uyasiga o'xshab yorilgan chiziqlar paydo bo'ladi. Hozir men sizga iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qaranglar, yoriq xuddi devorlar yorilgandek bo'lib qoladi. Agar toza asal bo'lsagina shunaqa holatga ro'y berishi mumkin. Mana qo'limdan kelgancha men sizlarga hozir ko'rsatib berdim. Qanaqa tekshirishlikni aldanib qolmanglar. Haqiqiy asal olishga harakat qilinglar. Asal bu issiqlik, buni bilasizlar. Inson iloji boricha har kuni ertalab bir piyola asal choy ichib ketsagina kun mobaynida tetik yuradi. Bu meni fikrim. Kimgadir asal yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Asallarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, kilosi 150 ming so'mdan 1 kilo asalimiz. Xohlasangiz mana shu ko'rinishda ishda tayyorlab beramiz. Shu ko'rinishda idishimiz 35 ming so'mdan. Kelinglar, zakaz qilinglar, bemalol barchalarga yetadi. Salomat bo'linglar, like, podpiska bosishdan chiqmasin. Rahmat.